tez ekan. Tam shuni tez mashinada bo'ladi. Kelinglar, sen haqiqatan bugun 5 ta mashinasi ko'rsataman. Mani mashinamdan tez ekan. O'rtog'im shuni tez mashinada bo'ylayapti. Bo'lsa trendda. Hurmatli obunachilar, mo'minlar, assalomu. Hurmatli obunachilar, mo'minlar, assalomu alaykum. Samarqanddan kelganlar. Dodam hozirgi paytda biz Farg'ona viloyati Quva tumanida Ilhom akamiz fermasida shu fermada ishlayapti, ya'ni sigirlarga qarab yuribdi. Dodamga yaxshilik qilish uchun men bitta trendni amalga oshirdim. Instagramda hozir anaqaga aylangan. Dodam uchun har bitta yozilgan kommentariy bo'lsa trendda. taşıyayım. Koktu öyle. Tamam.
근데 보면 그다음에 크리퍼를 네. Bilasizmi? La Xudo itni yaratdi va dedi, kuni bo'yi qurasan va men senga 20 yil umr beraman. It javob berdi, bu juda uzoq, 10 yil bo'lsa-chi? Xudo rozi bo'ldi. Keyin Xudo maymuni yaratdi va dedi, kulgili qiliqlar qilasan va odamlarni 20 yil davomida kuldirasan. U yetarli, Xudo rozi bo'ldi. Keyin Xudo sigirni yaratdi. Sen har kuni dehqonlarga yetasan, so'qlar tug'asan, dehqonning olasini boqish uchun sut berasan. Ularni 60 yil davomida qilasan. Sigir dedi, 20 yil bo'lsa, qolgan 40 yilni qaytaraman. Xudo yana rozi bo'ldi. Keyin Xudo insonni yaratdi va dedi, yeysan, uxlaysan, o'ynaysan, qo'shiq qilasan va hayotingdan zavqlanasan. Buning uchun men senga 20 yil umr beraman. Lekin inson dedi, faqat 20 yilmi? Balki menga mening 20 yilim sigir qaytargan 40 yil, maymun qaytargan 10 yil va it qaytargan yilni ham bersang, bu 80 yil maylimi? Xudo dedi, mayli, o'zing so'rading. Shuning uchun birinchi 20 yilimizda biz yeymiz, uxlaymiz, o'ynaymiz va hayotdan zavqlanamiz. Keyingi 40 yil davomida biz oilamizni boqish uchun mehnat qilamiz. Keyingi 10 yil davomida nevaralarimizni o'ynatish uchun maymunda kulgili qiliqlar qilamiz va oxirgi 10 yil davomida ayvonda o'tirib har kimga baqiramiz. Uqtirmanki buni to'g'ri tushundingiz. Xudo itni yaratdi va dedi, kuni bo'yi qurasan va men senga 20 yil umr